خىتايچە قىساس ھېكايىسى. ئاپتورى لېئو. يۆبىگە گوجەننىڭ كۈچلۈكلەر ئالدىدا بېقىندى قىياپەتكە كىرىۋېلىپ، باشقىلارنىڭ ھېسداشلىقىنى ۋە ياردىمىنى قولغا كەلتۈرۈش ئارقىلىق ئاخىردا دۈشمىنى بىخوتلاشقاندا ئۇنى يوقىتىشتەك تەدبىرى پۈتۈن خىتاينىڭ زېھنىيىتىگە سىڭگەن بولۇپ، خىتاينىڭ بارلىق دەرسلىكلىرىدىن ئورۇن ئالغان ۋەتەنپەرۋەرلىك تەربىيەسى ۋەقەلىكىدۇر. 100 yillik marafonның yazğıcısı Michael Pillsbury öz kitabıda uruşqaq bəgliklər dəvirdəki bu hekayənin Xitayның Amerikanı qandaq aldab, paydalanıb bugünkü yetkənligidəki bir yetekçi ideya bolğanlığını düşəndürüb bəgən. Muharrirdən. Nurgun millet və onun hökümdarları özüdən küçlük düşmənə qarşı batırani körəşləri bilən tillada dastan bolğan bolsa, Xitayның qədimki bəglərdən biri dəl onun əksicə xar zəbulluq içində öz qəlbisini qolğa keltiriş arqılıq tarixdən orun alğan. Bu acayip səbirçan bir hökümdarның çişini çişləb fırsatның kelişini 20 yıl kütkənligi haqqıdaki hekayedir. Uzunğa sozulğan ixtilapның başlanışı. Miladidan burunqi 5-ci əsrinin başlarında uruşqaq bəgliklər dəvri. Miladidan burunqi 475-ci yıldan miladidan burunqi 221-ci yılgacha. Başlanışның aldıda Xitayның cənubidəki Yö bəgliki xətər içində turvatdadı. Onun qoşnisi Wu bəgliki yaqındala uruş sənəti degan əsərinin avtori Sünzining taktikasını qo'llanib, zimini keng Chu bəglikini məğlub qilib, arqadınla aciz və tayyorliqsiz Yö bəglikiga ko'z tikvatdadı. Әні шында қалаймқан бір вәзиетті. Yöbіге жан үзіп, орныға яш һәм тәжірбісіз оғлы Годженні қалдырған. Yö бәглікідікілер өлімні ұзы шәләкчілігіде жүргенде, Wu беге Хылу өзі бейвасты қошын тартып, aciz Yö бәглікіге tuyuqsыз hücum қылған. Gojenmo nailaç öz qoşununu başlap, özüdün san və qural yaraqdı köp üstün turadigan Wu qoşunları bilan urushishqa məcbur bolğan. Lekin Gojen urushda mekir ishlatib, Wu qoşunlarını sarasimiga salgan və Yö bəglikining bir sanğuni bilan Wu begi Xılu roburu tutuşib qalgan. Әмма yaşınıp қалған Xılu Yö sanğuniga təng keləlməy əcəllik yarlanıb, şu yara səbəblik ölgən. Nəticədə Wu qoşunları aloqazodlik ilkida yurtga qaytib ketishga məcbur bolğan. Yö begi Gojenning baş egishi və qulğa aylanishi. Shuningdan keyin Yö bəglikining taxtiga Xılıning oğlu Fuchay chiqqan və dadısının qisasını elish koyda yurgan. O qo'l ostidagilarga Yö qo'shinlarining dadamni o'ltirayotganligini har kuni samimga selib turinglar deb buyruq tushirgan. Aradan 2 yil o'tgandan keyin Wu bəgliki qaytadan kuchlanib, Fuchayning qo'mondonligida yana bir qitim Yö bəglikiga qo'shin tartgan. Bu qitim Gojen Wu qo'shinining kuchini nazarda tutib, taktika ishlatishning o'rniga Winchong degan sanğunini sulhi talab qilishga avatgan. Sulhida Yö bəgliki Wu bəglikiga beqinadi. Buningdan sirt Yö begi Gojen bilan uning ayoli va bosh sanğuni Fanli qatorliqlar qul qilinib Wu bəglikiga aktiladi degandek naiti ig'ir shartlar bor edi. Mazkur sulhiga ko'ra bu mezgilda Yö bəglikini Winchong vakolatan boshqaradi.
Шуның белән Юбеге оның аялы ва Фәлли дигән санғуны ву бәгілікіде атты пухраларның көз алдыда қақ сәһәрден кәч патқыча иғыр әмгәк қылышқы башлайды. Фучаймо pat-patla etiği menginiçe əsirlərinin ahvalını көзден keçirgili kelib turdu. Lekin məyli Gojan yoki onun həmralары bolsun, bu işlardan azraqmı vaysab qoymaydı. Şunun bilan bir vaqtda Yöbəglikini başqırıvatqan sanğun Vınçongmo Wu begini razı qilish uchun qo'lidan kelganini qilib, Wu begini Yöbəglikinin sadaqatidan zinhar gumonlanmas holga akiladi. Beqinmagan beqindi davlat. Gojanning qulluq hayoti 3 yil davomlashidi. Uningdan keyin Fuchay Yöbəglikini to'liq tizginimga oldim deb o'ylab, Gojanning yurtga qaytishiga ruxsat qiladi. Ammo Gojan va Sang'uni Fanli qatorliqlar intiqom elishning ko'ydi edi. Gojan o'rlik chiqqandan keyin qulluq mezgilida tartqan xo'rliqlarni hargiz unutmaydi. U va ayoli oddiy puhralardek hayot kechirdi va pat-pat itizlarda o'z xalqi bilan billa emgak qiladi. Gojanning mashhur ishlaridan yana biri shuki, u qulluqdagi aslimalarning suslab ketmasligi uchun shoh shumbidan yasalgan karvatda yotadi va to'risqa zahardak ochiq yilonning o'tini esib qo'ydi. U har kuni attigini o'rnidan turganda ashu yilonning o'tini yalab qo'yadi. Gojan astirdan jangga tayyorlanadi. U nopusini mumkin qadar eng tez suratda ko'paytirish uchun to'y qilmoqchi bo'lgan ayollarning yosh farqi bak cho'ng bo'lib ketmaslik kerak deb belgilaydi va xalqning yukini yengillatish uchun boshsizlikni oshirishdan saqlanadi. Shu ravishda Yöbəgliki kuchlanadi. Yöbəglikining hukmdorlari qaramoqqa o'z xo'jisi Wu bəglikiga to'limu sadoqatmanda ko'rinadi. Gojan va uning sanğunlari sot-setiq ishlardimi Wu bəglikini imkon qadar ko'p nafga erishtirdi. Ular yana nurg'un chiroyli qizlarni Wu bəglikiga to'qalliqqa avatidi. Sayib Jamal hilasi. Wu begi Fuchay peshqadam sanğuni Wuzi shuning takror ogohlantirishlarga quloq solmay, Yöbəgliki allaqachon ayvashga keltirildi. Ular bilan aramizda urush bo'lishi mumkin emas degan qarshida ching turib oladi. Yosh Fuchay Wuzi shuni hamma ishda o'zi bilan qerishadigan joyil qeri deb qaraydi. Fuchay Yöbəglikini talto'kis halok qilishning o'rniga ular bilan sulh tuzishmoqchi bo'lganda Wuzi shu uni tanqidlagan. Fuchay Gojanning yurtiga qaytib ketishiga ruxsat qilgandimi, Wuzi shu uni tanqidlagan. Fuchay ishning oldi keynini o'ylashmayla boshqa bəgliklarga hujum qilgandimi, Wuzi shu yana uni tanqidlagan. Shundaqla Gojanning eng yaqin sarkardisi Fanli Shishi degan bir sayib Jamalni Fuchayga to'qalliqqa avatgandimi, Wuzi shu bu ishga qarshi chiqqan edi. Shishi Xitoy tarixida 4 sayib Jamal deb atalganlardan biri bo'lib, Fanli uni daryo bo'yida kir yo'yotgan yerda bayqab qolgan. U tuzuk tarbiyalanmagan, adab axloq o'rganmagan qiz edi. Lekin Fanli uningga soz chelish, usul o'ynash degandek turlik ishlarni o'rgatib, uni 3 yilda ko'ngildagidek to'qalliq nomzodiga aylantirgan. Naiti tabiiy holda Fuchay Shishini darhol qabul qilgan va uning ko'nglini elish uchun o'rda saroy soldirib, hatto sun'iy ko'l qazdirib, nurg'un pulni so'rib etgan.
Şundaqla bəglikinin işlərə көңіл bölüşінің орныға bütün vaqtını şişinin yenida ötküzgen. Şu tərəqqide күчлük bu bəgliki halaketke qadam yıqınlaşqan. Түшкінлішіш, черіклішіш və halak buluş. Halbuki Fuchay birdən-bir azdırılğıcı emas idi. Bu bəglikinin başqa sərkərdə sanğullarımı yö bəglikidən əvətilgən sətənlərə düm düşkən. Zərdarlar qasır saray seliş bilən məşğul buluşqa başlagan idi. Bu bəglikidikilərinin bu xil dünya pərəstlik xahişini teximi küçəytiş üçün Gojan bilan fənli ularga qasır saray yasaşda işiltish üçün faqat daryo orqaliqla yo'tkigili bo'ladigan g'oyat zo'r yog'ochlarni avatib bergan. Ana shu shaklda bu baglikining xaznasi quruqdilishqa boshlagan. Nurg'un yillardan keyin bu bagliki o'tmishdagi saltanati bilan faxrlanishdan boshqaga yaramaydigan holga tushib qolgan. Wu Begi Fuchay va uning sarkarda sanğullari Sahib Jamal va orda saraylardan boshqani o'ylamas holga kelgan. Bu vaziyatni o'ngshay olishi mumkin bo'lgan birdan-bir shaxs Wuzo shu. Bir qatim Fuchay bilan bak qattiq takallashib qolganlik uchun o'lib olishga buyurilgan. Bu xil jazo Xitoy tarixida xeyli ko'p uchraydi. Bir qatim Wu bəgligida qurg'oqchilik opati ko'rilib, xalqi ocharchilik tufayli isyon ko'tarishga oz qolganda, Fuchay xo'jalik salohiyatini bir chetga qayirib qo'yib, sodiq beqindisi yö bəglikidan ochliq so'rgan. Yö bəglikimi ochliq berishga qo'shilgan. Ammo ular bu ishda mekir ishlatgan. Yö bəglikining sanğuni fənli ochliqni bu bəglikiga əvətishdən ilgiri uni qaynavatqan qazonga selib pishirib etgan. Bundaq bo'lganda ochliqni yegili bo'ladi-yu, terib foydalanғаны bo'lmaydi. Bu ahvolda bu bəglikidagi dehqonlar qanchalik noumid bo'lishidan qat'iy nazar, nihoyat tezla texmi ig'ir ocharchilikqa duch keladi. Ana shu chog'da Gojan Wu bəglikining jajisini beradigan vaqt keldi deb qarab, Wu bəglikiga qarshi qo'shin tortib, hech qancha qarshiliqsizla ularni bo'ysundirgan. Nomusga chidamagan Fuchay o'lib olgan. Lekin Gojanning Wu bəgliki ustidan qozongan g'alabasi qo'sh bisliq xanjarga aylangan. Bir tarafdan u dushmanini yengandan keyinmi o'zi kutgandek aram xudo yashayolmagan va oxirida o'z sarkardalarining sadoqatidan gumonlanib, tig' uchini ularga qartib, yö bəglikining eng zulmatli kunlardan o'tishida mislsiz rol o'ynagan Vinchongni o'ltirib etgan. Fənli Chi bəglikiga qochib ketgan. Dangdar Sahib Jamal Shishimo o'zidan Fuchayni bexotlashtirdigan qurol sifatida foydalangan haqiqiy so'ygini Fənli bilan billa Chi bəgliki ketgan. Gojan keyingilar tarafidan qushni etib tushirgandan keyinmi o'qyasini qo'ldan tushirmaydigan, itni ovlab kelgan o'ljini yegandan keyin itini bo'g'izlab etadigan odam deb tasvirlanadi. Janglarda shuncha ko'p natijalarni qo'lga keltirgan yö bəgliki Gojanning o'limidan keyin qalaymaqonlashgan. Bu bəgliki va yö bəgliki ikkilisi qaytadan gullangan Chu bəgliki tarafidan bo'ysundirilgan. İngilisçidən ئەنۋەر قاراقۇرۇم تەرجىمىسى. مەنبە ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 4-سانىدىن ئېلىندى.